Hammaga assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun shu yangilikni tahlil qilamiz. Sizlardan like kutib qolamiz. Va buni Gen Alex'ning bo'yi 12 metr. U 1.12-versiyada paydo bo'lgan. Bizning o'yinchi dunyoni yaratadi va bu orolda paydo bo'ladi. Uning maqsadi Gen Alex'ni topish edi. U qidirishni boshlaydi. Lekin mana shu yerda tiqilib qolgan bo'ladi. U okeanga tushadi va yo'lni davom ettiradi. U okeanda suvosti piramidasini topadi, lekin tushmaydi. Chunki unda na qurol, na aslaha bor edi. Shuning uchun tushmaydi. U o'rmonga boradi va u yerda qidiradi, lekin bitta ham daraxt chopmaydi negadir. U tuxum oladi va tuxumni otadi, lekin tuxumdan hech nima chiqmaydi. U har tarafga qaraydi. Va bir payt yomg'ir boshlanadi. U konda o'ziga tosh va kerakli asallarni to'playdi. U o'ziga bolta yasab oladi va bu yerlarni tekislab o'ziga uy qurishni boshlaydi. Lekin men bir narsani tushunmadim. Nega qurilishda loy ishlatyapti? Deydi Minecraft serlar. U loyni olib tashladi. U pechka va versaklarni qo'ydi va o'ziga oynani tayyorlashni boshladi. U qumni eritdi va oynalarni qo'ydi. Naqadar chiroyli uy. Bir payt botqoq tomon ketayotganda u uni ko'rdi. Gen Alex unga qarab, o'yinchimiz katta tezlikda yugurdiki, hattoki flash ham unga episha olmaydi. Shu bilan Gen Alex ko'rsa katta mashhurlikka erisha boshladi. Uni videoga olgan o'yinchi esa mazza qilib, ammo bu xabar Mojanga yetib borishi bilan Mojang katta ko'zlarini ochib va bu narsa xatolik ekanini va bu asl Minecraftda yo'q ekanini tushuntira boshladi. Natijada hamma narsa tushib ketdi va bizning o'yinchimiz lekin u haqidagi hikoyalar tugamadi. Bu haqida hikoyalar davom etdi va uning hajmi 12 blok. Ya'ni ushbu rasmdagi bloklar hajmi bilan teng. U yog'ining hajmi esa 2 ga 2. Ya'ni ushbu chuqurlikka teng. Shu bilan birga u tugamagan. U 1.12-versiyada paydo bo'lgan. Uni ko'pchilik bor deb o'yladi, lekin katta ehtimol bilan bu mod. Masalan, men bunga ishonmayman. Biroq bundan tashqari juda ham ko'plab boshqacha internet asomilari mavjud. Ulardan biri Gigant Steve, Qora gaz, Qizil oy. Bu faqat 3tasi. Internetda bulardan juda ko'plab mavjud. Agarda Gigant Steve'ni ham tahlil qilishni xohlasangiz, 20 ta like va 100 ta prosmotrni kutib qolaman sizlardan. Keyin Gigant Steve'ning tahlili ham chiqadi.